Yo'q, mana shu sizga dedi. İyi dedim. Yana so'kdim. Yo'q dedim. Keyin orqamdan keyin hamma chiqdi, gururlab, mehmonlar ham chiqdi. Siz buni oldindan bilganmisiz? Kim sizga bularni sovg'a qildi va qanaqa bo'ldi? Hammasini aytib bering. Chunki videolar rosa tarqalib ketdi. Yo'q, endi buni shogirdlarim uchalasi nima qildi? Endi oldindan bular plan qilib yurgan ekan, o'sha o'qituvchilar kuniga to'g'ri keldi. Biz o'tiruvdik, mehmon keluvdi uyga. Endi o'sha paytda qayerdandir keldik biz. Mehmon keluvdi, o'tiruvdik hovlida o'tiribman. Eshik taqillatadi. Ochsam Murodjon, kir desam kirmadi. So'kindim, kiray dedi. Hech qachon unday ular ko'chada o'tirgan bola emasda, masalan, uyga kelib taq yo chiqing dedi. Aytdim, gap bor dedi. Chiqsam shu endi ular bir-biri bilan gaplashib turganini nimaligini bilmavdim-da, endi nima. Chiqsam-da nima turibdi. Endi buni любой odam shokka tushadi-da, bunaqa pодарок. Men aytdim, oldingmi, sotib oldingmi dedim. O'zi olib kelib, nima qanday bo'ldi, qanday toping nima deysiz deydimi dedim-da, endi masalan o'zini mashinasi bo'lsa, menga keyin bir yo'q, mana shu sizga dedi. İyi dedim. Yana so'kdim. Yo'q dedim. Keyin orqamdan keyin hamma chiqdi, gururlab, mehmonlar ham chiqdi. Ustiga ust o'tdi-da, u bilgandan keyin shu rahmat dedim. Arzimagan dedi. Iloyim men uchun приятно-da. Menga juda bu hamma narsadan, masalan, o'sha podarka qilmasa ham shular kelib shu peshonamdan bitta o'psa, shuni o'zi katta nima-da men uchun. To'g'risi sizga samolyot berishsa ham arziydigan murabbiysiz. Alloh inshaalloh. O'shaning uchun Samolyot ham bo'ladi nasib qilsa. albatta.